Bugungi kunda juda ham ko'pchilikni qiziqtiradi. Bizga ham juda ham ko'p shikoyatlar bilan kelishadi. Eng ko'p shikoyati bemorlarning o'sha bel og'rig'i bo'lib, buyrak kasalmikan degan o'sha gumonga kelishadi. Lekin buyrak kasalligini belgilari bu faqatgina bel og'rig'idan iborat emas. Bemorlar o'zida qanday belgilarni ko'rsa, qanday belgilarni sezsa, buyragi kasal ekanligiga gumon qilsa bo'ladi. Ko'pincha buyrak kasalliklari belgilarsiz kechadi. Shuning uchun ham nefrolog vrachga murojaat qiladigan bemorlar ko'pincha kechki bosqichlarda murojaat qiladi. Bel sohasidagi og'riqning paydo bo'lishi buyrak kasalliklari bilan bog'liq bo'lishi, unda buyrakda tosh kasalliklari bo'lishi mumkin yoki buyrakda tuz bo'lishi mumkin yoki buyrakda shamollash protsess kechadigan bo'lsa, o'shanda og'riq bo'ladi. Buni aniq tashxis qo'yish uchun birinchi navbatda ultratovush tekshiruv qilish kerak bo'ladi. Buyrak va siydik qopini, erkaklarga qo'shimcha ravishda prostata bezini, umumiy siydik tahlili va Nechvarenko bo'yicha siydik tahlilini qo'llash kerak bo'ladi. Bundan tashqari buyrakning funksional holatini baholash uchun qonda kreatin mochvina, siydik kislota analizlarini topshirishlari kerak bo'ladi. Shu umumiy analizlar va ultratovush tekshiruvi, buyrakning shikoyatlari, bemorni tekshirib maxsus turtki simptomlarini qo'llash, anamni yig'ish orqali aniq tashxis qo'yishimiz mumkin.